Dvigatelli 2 motor bo'lgan Phantom Miller modeli sotuvda tayyor. Bort razmerlari uzunligiga 380, eniga 180, balandligi 40 cm tashkil qiladi. Benzini rasvoti 10-12 yukka qarab. Yuk ko'tarish qobiliyati 1 tonna 600 deb belgilangan, 3,5 tonna bemalol bosib yurishdi. Perovalda ham, boshqa joyda ham. Bu modelni ko'chada ko'rganlar biladi. Konditsionerlarigacha bor, hamma narsasi chotki, komfort kabina. B prava bilan haydasanglar bo'ladi, bemalol. Xohlasanglar tent, bartovoy qolaverasizlar. Nalichida tayyor akalar, narxini kommentariyaga yozib qo'yaman. Kimga qiziq bo'lsa yozarsizlar. Telefon nomerlarini qoldiraman. Avtosalon Sergelida, bu taraf Food City Surum yo'li bilan kelaverishda, mana bu taraf Toshkent turistlar mana mana. Bo'lamiz akalar. Salomat bo'ling.